Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana keyingi yangi ishimiz, xudo xolasa 15 metrga ustunsiz firma bo'lyapti. 7-8 sm, 10 sm-gacha loy bossa bo'laveradi, ushlab turadi. 15 metr ustunsiz. Samarqand viloyatiga bo'lyapti. Obyektimiz uzunligi 25 metr, eniga 15 metr. Oralig'ini 120 santimetrdan qo'yganmiz. Har doimgidek. Ustiga shifr qo'qqanmiz. Like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa yangi videolarni yana qo'yamiz. Zagatobga jarayoni. Tikiladigan paytda yana xudo xolasa yangi videolar chiqaramiz.